Labingda bo'ling, og'zingga bo'ling, chiche degan trend chiqdi-ku, o'shani Amshamni 2010-yil o'g'li takrorlayman deb otasini mashinani olib chiqib bir qiz bilan etib uribdilar. Otasiga nima qilasiz endi desam, jazoladim deydi. Jazoni ahvolini qarang. Bir hafta telefon ishlatmay ekan, bir hafta avtobus bilan maktab borib kelar ekan, bir oy 1 soatdan ortiq kompyuter o'ynamay ekan. Qo'shni jazo juda yengil bo'libdi. Tailanddan yuboring, bir hafta qiynalib dam olib kelsin dedim. Jiyanni bu jazosi biz uchun mukofot edi. Men bunaqa jazo olish uchun 2 tadan 5 har bitta fandan olib kelishim kerak edi. Esiz yoshligimizda eslataman. Quyga noxo suv berish sizdan chiqib qolgan. Qanaqa jazolashdi? Futbolga azart bilan berilib ketgansiz, kechqurun bo'lib qolganini bilmagansiz. Uydagilar qidirib kelganlar qo'llariga tayoq bilan. Ha? Eng zo'ri ota-onalar majlisidan keyin bo'ladi. O'yil deb yomonlagan-ku yo'qdi-chi. Uyga shunaqa jazolar kutaydi. Remin uzilgancha urilsa, mana jazo, ha? Jumongda ikkita oyoqni arasiga tayoq qo'yib, ikki taraf tortilib, hovli quruq qilib urilsa, ha? Oyoq singancha urilsa, ana jazo. Mana shu bilan shu bersalar, unaqa 3 kun qizili ketmaydi-ku, sizdan ketmay, mana shunday urish kerak-da, ana jazo.